Assalomu alaykum. Assalomu alaykum. Zulayho, yaxshimisiz? Salomatmisiz? Yaxshi, rahmat. O'zingiz yaxshimisiz? Minnatdorman. Salomat bo'ling, joningiz sog' bo'lsin. Asalim, sizni qo'ng'irog'ingizni ijtimoiy tarmoqlarda o'z faoliyatini olib borayotgan kutilmagan qo'ng'iroq loyihasidan band qilyapman, go'zal singlim. Avvalambor ushbu shukrona kunlaringiz, shodiyona kunlaringiz muborak bo'lsin, jonim. Rahmat. Salomat bo'ling. Ilohim dunyodagi eng baxtli qizlardan, ayollardan biri bo'lishingizni yaratgandan so'rab qolamiz. Nimaiki orzu niyatingiz bo'lsa, barchasiga erishishingiz sizga nasib bo'lsin. Ota-onangiz baxtiga dunyodagi eng baxtlarni, eng zo'rlarni sizga ilinib qoldim, asalim. Rahmat. Salomat bo'ling. Bugun go'zal singlimiz uchun ajoyib bir dilnomalar yetib kelibdi, mehribon insonlari, jonajonlari nomlaridan. Zulayho, sizningcha ushbu mehribonlar kim bo'lishi mumkin? Ayammi? Ismlarini ayta olasizmi? Sayyoraxon. Albatta, mashalloh. Sizni judayam yaxshi ko'rishlarini, borlig'i, quvonchi, jannati, shodligi o'zingiz ekanliklarini aytib, opajonimiz, ya'ni onajoningiz Sayyoraxon opa nomlaridan yetib kelibdi. Rahmat, dindoringiz sog' bo'lsin. Albatta, mashalloh. Ularga mehribonlaringiz, jonajonlaringiz, mukarramoy, qadrdonlaringiz Muazzamxon opa, Muattaroy opalar hamroh bo'lishmoqda ekan. Ijozat berasiz endi, go'zalim. Onajoningizning samimiy tilaklari bor ekan, siz uchun atalgan. Shularni o'qib bermoqchiman. Xo'p, bo'ladi, birgalikda tinglaymiz. Azizim, jonim qizim, yuragimning bir bo'lagi. Bugun sen 15 yoshga to'lding. Bu sana mening hayotimdagi eng bebaho ne'mat. Sening dunyoga kelgan kuning, seni ilk bor bag'rimga bosgan lahzani, mayda qo'llaringni, beg'ubor kulgingni hech qachon unutmayman. Vaqt qanday tez o'tganini sezmay ham qoldim. Bugun qarshimda aqlli, muloyim, odobli, mehribon va go'zal qiz turibdi. Sen mening faxrim, quvonchim, har tongimning ma'nosisan. Ba'zan seni tushunmay qolsam, ba'zan qattiqroq gapirsam, bularning bari cheksiz muhabbatdan ekanini hech qachon unutma, qizim. Hayoting doimo yorug' bo'lsin. Ko'ngling og'rimasin, ko'zlaringdan faqat baxt yoshlari oqsin. Oldingda turgan barcha orzularing amalga oshsin. Niyatlaring pok bo'lsin. Yomon ko'zlardan, yomon so'zlardan, yomon yo'llardan Allohimning o'zi seni asrasin. Qanday bo'lsang shundayligingcha mukammalsan. Hech qachon o'zingga bo'lgan ishonchni yo'qotmagin. Onang har doim yoningda. Quvonchingda ham, dardingda ham suyanadigan tog'ing bo'lib qoladi. Allohimni seni menga bergani uchun hamisha